pulga ehtiyojingiz bor ekan, shundaymi? Va tilpinda 5 yil qilay desam, tilpingiz yo'q-ku. Pulni ololmaydi ekan, shundaymi? Shuni naq pulga keltirdim. Sizning qo'ychiqingizni sotib. Endi baholam, va kichikdan meni ko'ray, men qancha pul? Ana qancha? 10 kun. Yo'lda xizmat uchun bitta degingiz qala dastlab biletaydi-mi? 10 kun ekan mana bu. 10 kun deydi buni. Buni 10 kun. Laqbul. Mo'jam buni. Rahmat deb bilaman. Masitding ha? Endi meni ismi nima? Maqonchiqingiz ismi nima? Nozak Buni yem. bu qancha pul? Bu 10 kunmi? 5 kun sotmamsiz? 5 kun satamsiz? Bo'pti, men 10 kun qalay bo'ldi. Og'zingizni ko'tarib ziyat atman. Yaxshi sotdingiz ha? Pul topdingizmi ma? Jiq pul topdingizmi? 20 qo'yma mana. 20 qo'y. Voy, nas. Akilama olim eshitma bu. Ma'lum baho qo'yma. Buning ismi bormi eshitdingizmi? Nozak yem. Anna Zakrama ismi, o'zingiz ismini qo'yibsiz. Buni qancha pul? 50 kun pul yo'q, 20 kun bering. Ha, bular. Bo'libdi, 20 kun. Rahmat nima deb Qo'y, mana bu. Mertbe so'zga xizmat Jazibe yaxshi so'z qilyapti. qilganmiz. Endi ma topimiz uchun. Bu 10 kun bir kun sotib biringlar, bir kunga. Bu yil 10 kun sotamiz. Top urganding ha? Ikkilan topni. Rahmat tunman. Pulingiz bu yoqda. Rahmat deb suyutdilar bu ana. Sizga sizga rahmat. Ama qolganini ma ikkisidan alaylandi. Buni qancha pul sotasiz? Bir qo'yma. O nima deganda qizolyapman bir qo'y. Qo'limni bir qo'y ishib qopti. Meni ham apsiz o'tirib yem ketaveladimi? Ha, bo'ldi. Rahmat ham sakirlar qulingizni. Rahmat, razı bo'ldingiz-a? To'pga bir yum bo'l qilib deydi. Yaxshi so'diganlar xaridor keldi. Rahmat, qizolyapman. Afqingizni so'rabsiz. Rahmat.